agar siz bolangizni ertaga Rossiyaga eksport qilmoqchi bo'lsangiz, unda yevropacha ruhga ega bo'lgan, rusiy zabonda ko'proq o'qiydigan, voyaga yetmagan bolaga, ayniqsa 16 yoshgacha bo'lgan bolaga qo'liga smartfonni mustaqil berib qo'yish, bu bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Davlat maktablari bu ommaviy ta'lim. So'nggi texnologiyalardan foydalanish kerak. Ularni diktovka qilib ushlab turib bo'lmaydi. Ya'ni bu mutlaqo boshqacha modellar. O'zbekistonda nima bo'ladi? Ha, O'zbekistonda tafovut bo'ladi. Buni albatta oliy ta'lim muassasalaridagi eng katta kamchiliklardan bittasi deb bilsa bo'ladi. Kirib bo'lgandan keyin, mehnat shartnomaga imzo qo'ygandan keyin uni o'zgartirishni talab qilishga sani haqqing yo'q. Bizani hayot davomida hali ko'rmaymiz bu narsani. Davlat ta'limi bilan bir xil standartlarga javob berish ta'minlanar ekan. Puli bor bilan puli yo'qning o'rtasida tafovut bo'ladi. Puli bor, xususiy maktablarda o'qitishi mumkin bo'lgan odamlarning bolalarini bilim darajasi bilan u odam nimaga o'zini davlatida dars bermasdan turib shu O'zbekistonga kelib dars berayotganini o'ylashingiz mumkin arzon pulga. O'sha mehr kerak albatta farzandiga. U mehr olmasa u farzandi komil bo'la olmaydi. Bitta bo'lagi bo'lmaydi. Kadr saralash tizimini ta'limga kelayotgan odamlarga nisbatan boshqa tizimlarga nisbatan 10 karra qattiq bo'lish kerak.